Assalomu alaykum azizlar. Mana ananasni kivi. Bu qizil bo'ladi. Bu ichi ham qizil bo'ladi, tashi ham qizil bo'ladi. O'zini o'zi changlatadi. Bu erkak ayol shart emas bunga. Yiliga 2,5 metr, 3 metrgacha o'saveradi. 2 yoshli, keyingi yildan meva qilishni boshlaydi. Ana tomirlari ham chiqqan. Keyin bularda ko'k o'zimizni mesni ekkan kivilarimiz ko'chatlardan ham bor. Buni jup ekiladi, erkak ayol ekiladi. Toq ekilsa bu meva qilmaydi. Bu ham 2 yoshli bo'ladi. Ana bu yerdan payvand qilingan bo'ladi, ulangan hisoblanadi. Buni ikkita ekiladi, orasini 2 metrga ekiladi. Bular ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, ishonchli ko'chatlari bor. Pastda nomerga aloqaga chiqib, Telegramdan zakaz qilaverasizlar. Kommentariyaga plus belgisini qoldirib ketsalaring, sizlarga javob beramiz.